Bismillahi va salatu va salam ala rasulillahi Muhammadin va alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Alloh subhanahu va taolo insonlarni faqatgina o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi, inson va jinlarni. Biz o'tgan darslarimizda aytgan edikki, inson Allohga ibodat qilishlik uchun birinchi o'rinda uni qalbi ibodat qilishlik kerak. Qalb ibodat qilsa, keyin til va a'zolar unga ergashadi. Agarda qalb ibodat qilmasa, til bilan aytilingan va badan bilan qilingan narsaning foydasi yo'q. O'sha uchun ham biz uchun hozirgi kunda eng yetishmaydigan narsa qalbning ibodati yetishmaydi. Namozlarga qarasangiz rasmiyatchilik bo'lib qolgan. Namoz o'qilindimi, o'qilindi. Xuddi bir ish bajarilayotgan ishday bo'lib qolgan, xuddi bir yo'lday borib kelinadigan, o'rganib qolingan joy bo'lgan, lekin nima uchun qilinyapti shu narsa, uni hech kim farqiga bormaydi uni. Ya'ni ma'nosiga e'tibor berilmaydi. Bir paytlar bizni bir shayximiz aytib bergan edi. Bir joyda odamlar istirohat qiladigan bir hadiqada, bog'da odamlar o'tiradigan bir kursini, stolni nima qilgan ekan? Bo'yab kraska qilgan ekan. Kraska qilinganda keyin endi bunga bironta odam o'tirib qo'ymaslik uchun nimadan soldatlardan bittasini olib kelib turib o'shiga postga qo'yib qo'yilgan ekan. U ogohlantirib turish uchun. Chunki yerda soldatlarda qilayotgan ishi yo'q. Olib kelib turib bittasini qo'yib qo'yganki, shu yerda ertalabdan kechgacha ogohlantirib turasan deb, o'shanda yozilganki, shu bir kishi shu joyga borish kerak deb. O'sha kuni shu boshliq bo'shab ketgan, o'rniga boshqa boshliq kelgan, u haligi ustav deydimi, nimani qarasa manhajga, o'sha yerda bir kishi borish kerak. Har kuni ertalab bitta odam o'sha yerga jo'natar ekan. Borib o'sha yerda bir necha vaqt o'sha stolda oldida bitta soldat borib tikka turgan. U qurib ketgan qachonlar, lekin nima uchun yuborilyapti, nima bo'lyapti bu yerda, uni farqi yo'q, o'sha ish bajarilyapti. Ibodatlar mana shunga o'xshab qolmaslik kerak. Namoz o'qilinyaptimi, o'qilinyapti, ro'za tutilyaptimi, tutilyapti. Bunday bo'lmaslik kerak. Ya'ni qalbda ma'rifat bo'lsa, biz aytgandikki, shu ma'rifat miqdorichalik odam Allohga ibodat qiladi. Lekin bu ma'rifatni o'zi kifoya qilmaydi, balki bu ma'rifatni nima qalbda his qilish kerak. Buni misolda, masalan, bir sovuq paytida kishi bir issiq kiyimni bir kishi sizga hadya qilsa, o'sha issiq kiyimni kiygan paytingizda shuni ne'matini his qilasiz o'zingizda. Shu juda sizga ko'p yaxshilik qilgandek o'rnida bo'ladi. Lekin ba'zan Alloh taoloning shunday ne'matlari borki, odam uni his qilmaydi. Masalan, ko'zni ne'matini ko'zi bor odamlar his qilmaydi. Qachonki agar odam, Alloh taolo asrasin, ko'zdan ajratib qo'ysa odamni, ana o'shanda keyin ko'z ne'matini his qiladi. Yoki yoshlikning ne'matini yoshlar umuman his qilmaydi. Xuddiki doim hayot mashinada ketaverayotgandek bo'ladi. Lekin bir paytiga qarasangiz, qarib, kuchlar ketib, hech narsa qilishlikka kuchi yetmay, odamlarning ichidan ham odam o'zini bir begona his qilib qolgan paytda yoshlikning qadrini biladi. Xuddiki haligi nahv kitoblarida o'qiymiz-ku, layta shababa yaud yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Qani yoshlik bir kun qaytib kelsa edi, men qarilikda nimalar qilganligini men aytib bersam edim yoshlikka. Ya'ni qarilikda ustidan yoshlikka bir shikoyat qilsam edim degan shoirning bir gapi. Ya'ni xohlang umr o'tib ketib qoladi. Buni his qilgan qiladi, his qilmagan odam u ne'matni bilmaydi. Ne'mat qachon olib qo'yilinsa, keyin o'shanda his qiladi odam. Illo mo'min odamlar bu narsani oldindan his qiladi, buni iymon deyiladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning ne'mat sohibi, Alloh taolo mulk sohibi, Alloh taolo yaratuvchi, o'zi beruvchi, o'zi oluvchi, o'zi Razzoq, o'zi Vahhob, o'zi Karim. Mana shu sifatlar orqali biz Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari bor, o'sha ismlari bilan Alloh taologa ibodat qilamiz. Va aytdikki, bu ibodat ikki xil bo'ladi. Duaul mas'ala va ikkinchisi nima? Duaul ibada. Qaysi asl hisoblanadi? Qaysi muhim? Duaul mas'ala muhimmi yoki duaul ibada muhimmi? Duaul ibada muhim. Ya'ni qalb o'zidan Allohga taslim bo'lishlik kerak. Alloh Qur'onni mana shu uchun nozil qildi, asosan. Ya'ni odamni qalbini ma'rifat orqali, ilm orqali odamni qalbini bo'ysundirishlikka, Allohga, Robbul alaminga bo'ysundirishlik. Inson qalbi intiluvchan, o'zidan bir kuchlarga intiladi, harakat qiladi. Siz to'xtab tursangiz ham qalb to'xtamaydi. Qalb o'zidan harakat qiladi. Mana shuni to'g'ri yo'naltirmasak agar, inson boshqa tomonga qarab ketib qoladi. Buni eng birinchi yo'li Alloh subhanahu va taoloni tanishlikni bir yo'li Alloh taoloning ism sifatlari orqali, qisqasi Allohning kitobi orqali Allohni taniymiz. Alloh taolo o'zining kitobida
o'zini tanitdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taoloni 99 ta ismi bor. Kim agar mana shu ismlarni puxta egallab olsa, jannatga kiradi dedilar. Ya'ni bu ismlarni puxta egallashlik qanday bo'ladi? Mana shu ismni ma'nosiga ibodat qilishlik bilan bo'ladi. Allohning ismlari bilan ibodat qilinadi. Bu mujarrad shunday aytib qo'yiladigan kalima emas bu. Allohning ismlari bilan. Shulardan biri kecha darsimizda biz aytdikki, Alloh taolaning Malik va Malik va Malik ismlari. Bu 3 ta ism. Bir-biriga ma'noda yaqin. Va aytdikki, Malik degani mulk egasi degani. Mulk sohibi. Ya'ni bu jihatdan insonlar qaysidir ma'noda Alloh taolo, masalan Alloh taolo mulk egasi bo'lsa, inson ham mulk egasi deb bir majoziy ma'noda ishlatiladi. Inshaalloh buni kelasi darsda inshaalloh buni aytamiz. Qanday insonlar mulk egasi bo'ladi va qaysi jihatdan aytiladi. Masalan, hatto Alloh taolo insonlarni ham Malik deb aytdi. insonlarni ham malik deb aytdi. Masalan, va kana min waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Malik deb aytgan o'shanda ham. Ya'ni inson ham malik bo'lishi mumkin, malik bo'lishligi mumkin, lekin majoziy ma'noda. Ammo bu narsa haqiqiy ma'noda haqiqiy mulk sohibi Alloh taolo. İnsonlar biror narsaga molik bo'la olmas ekan. La yamlikuna mautan va la hayatan va la nushura. Ular na odamni hayotiga qodir bo'la oladi, hayotiga qodir bo'la olmasligini isboti katta podshohlarni farzandlari o'ladi, uni hayotini saqlab qola olmaydi. Tomosha qilib turaveradi hamma. Yaxshi ko'rgan odamlar o'ladi, pul sarflashsa qancha pul, qancha tabiblarni yig'ib kelishi mumkin, lekin olib qola olmaydi. Haligacha hech kim qolmadi. Odam alayhisalomdan boshlab hozirgacha hech kim qolmadi. Hamma odam ketyapti, bitta ketyapti. Podshosi ham ketyapti, gadosi ham ketyapti. Biz ham ketamiz bir kun. Mana bu narsa bizga katta bir ham ilmiy, ham bizga tajribadan bo'lgan ilm bo'lsinki, hayotga hech kim qodir bo'la olmas ekan. Va hidoyatga kim qodir bo'ladi? Allohning o'zi. Kim insonlarga rushdni beradi, to'g'rilikni beradi? Alloh beradi. Allohdan boshqa hech kim to'g'rilikni ko'rsata olmaydi. Qisqasi Qur'oni Karimda mana shu ma'nolarni bizga to'g'rilaydi. Bugun shu ma'nolarni yana davom ettiramiz. Kecha ham bu vaqtda gapirgan edik biz. Demak, malikni ma'nosi mulk egasi degani. Ammo malik degani buyuruvchi, ya'ni hukm o'tuvchi degani. Masalan, ba'zan kishi mulkni egasi bo'lishi mumkin, lekin o'zini mulkida hech narsa qila olmasligi mumkin. Masalan, siz mulkni egasisiz. Masalan, mashinangiz bor. Hukumatdan buyruq keladiki, bugun mashinani haydab chiqmasin hech kim ko'chaga deydi. O'zingizniki, lekin hayda olmaysiz o'shani. Siz moliksiz, lekin malik emassiz. Ya'ni o'zingizning mulkingizdagi narsani, o'zingizning qo'l ostingizdagi narsani ishlata olmaysiz. Bu narsani misol juda ham ko'p. O'zi o'sha narsani egasi. Masalan, sizning yeringiz bor, imorat qurishlikka ruxsat berilmaydi. Imorat qurishlikka ruxsat yo'q deydi. O'zingizning yeringiz, lekin qura olmaysiz. Ruxsat berilsa ham yo 3 etaj qurilsin, yo 4 etaj qurilsin deb ruxsat beriladi, 5 etajga ruxsat yo'q. Agar 5-etajni qursangiz, sizga jarima bosib turib, o'sha 5-etajni o'zingizga buzdiradi. Buzishingiz kerak o'shani. Demak, bu yerda malik degani buyruq beruvchi degani. Ba'zan odamlarning ichida bir xil podshohlar bo'ladi. Masalan, ba'zi bir g'arb davlatlarida podshohlarni ko'rasiz. O'zi malik, lekin hech narsaga qo'l qo'yishlikka, hech narsaga buyruq berishlikka haqqi yo'q. Uni parlament boshqaradi. Raisul vazora deydi, o'sha bosh vazir boshqaradi. Podshoh nomiga turadi, lekin hech narsani hal qilmaydi u. O'zi podshoh, o'zi malik, lekin hech narsani egasi emas. Yoki egasi hech narsani boshqara olmaydi. Bir narsa bo'lsa, bu yoqdan parlamentdan so'rash kerak deydi. Demak, bu narsalar ham bizga har xil qilib aytganimizda malik haqiqiy buyuruvchi, haqiqiy boshqaruvchi Allohning o'zi degani. Allohdan boshqa hech kim boshqara olmaydi. Biror narsaga ega bo'la olmaydi. Buni dalilini odam o'zidan o'zi ko'raversin. Har qancha kuchliman degan odam, o'sha uchun ham kimki agar bir narsaga molikman desa, masalan Alloh taolo aytdiki, la yamlikuna min qitmir dedi. Ya'ni ular Allohdan o'zga sizlar ibodat qilayotgan mushriklarga qaratib aytayaptiki, sizlar ibodat qilayotgan butlar xurmoni danagini ustidagi pardasi bor, o'shanga ham ega bo'la olmaydi. Ya'ni biz misqola la yamlikuna misqola zarratin fis samawati va la fil ard.
ular osmonda ham yerda ham zarra misqoliga ega bo'lolmaydi dedi. Agar kimda kim shunga ega bo'ladi desa yolg'onchi bo'ladi. Agar men ega bo'laman deb da'vo qilsa o'sha odam kazzob degani. Qanchalik da'vosi kattarsa shuncha katta kazzob bo'laveradi. Yolg'onchi bo'ladi. Men egaman degan odam yolg'on gapirgan bo'ladi. Chunki ega bo'la olmaydi. Haqiqiy mulk egasi va haqiqiy buyruq beruvchi Allohning o'zi degani. O'sha uchun ham bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, eng yolg'onchi, eng xunuk ism inna akhnal asma indallohi taala man tasamma bi malikil amlak fa innahu la malika illa illalloh aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Hadis Buxoriyda kelgan. Ya'ni kim Alloh taoloning huzurida eng xor bo'lgan ism podshohlar podshohi degan ism. Shahanshoh deb tarjima qilinadi bizda. Buni Sufyan ibn Uyayna Fathul Boriyda Ibn Hajar shuni keltirgan. Sufyan ibn Uyaynadan shahanshoh deb aytiladi bu degan, Malikul Amlak. Ya'ni podshohlar podshohi yoki Malikul Amlak, podshohlar podshosi. Mana shu ism bilan ismlangan ism Allohning huzurida eng xor ism degan. Ibn Battol aytgan ekanki, agar ismi shunchalik xor bo'layotgan bo'lsa, bu ismning musammosi, ya'ni bu ism sohibi undan ko'ra xor degan. Shuni misolini biz kecha darsimizda ham aytgandik. Qazzofiyni misolida, Qazzofiyni men juda ko'p nimalarni ko'rgandim ilgari. O'zini Malikul Amlak, Malikul Muluk deb gapirardi. O'zini o'zi gapirardi. Men Malikul Muluk ismi bilan, Afrikiyani podshosi ismi bilan, musulmonlar hamma musulmon podshohlarini podshosi ismi bilan gapiraman deb boshlardi gapini. O'zini o'zi shunaqa ismlagan odam edi. Lekin al jazao min jinsil amal deganday, jazo amalni jinsidan Alloh taolo shunday ko'rsatdiki, odamlar uni quburni tagidan olib chiqdi. Bolalar, ko'cha bolalari, qo'zg'olonchilar quburni tagidan olib chiqib turib, urib o'ldirishdi ko'chada. Puli ham qolib ketdi, hamma narsasi qolib ketdi. Qani Malikul Amlak? Qani uni milki, qani uni kuchi, qani uni askari, qani puli? Hech nima himoya qila olmadi. Alloh subhanahu va taolo buni bir hikmat uchun qildi deb o'ylaymizki, bizga ko'rsatib qo'yishlik uchun. Mana ko'ringlar, bu hech narsa qila olmaydi. Tarixda ham bunaqalar ko'p bo'lgan. Masalan, Mu'tamid ibn al-Abbad degan podshoh o'tgan. Mu'tamid ibn al-Abbad. U kishi ancha siratlari maqtaniladi. O'ta shijoatli, kuchli podshoh bo'lgan. Bu Andalusdagi nimalar amirlardan biri bo'lgan. Andalus Murabitunlarni nimasi paytida, Murabitunlar davlati paytida, Murabitunlar mag'ribda bo'ladigan bo'lsa, bular Andalusda 21 ga bo'linib ketgan. Shulardan biri Mu'tamid bo'lgan. Nihoyat darajada boy bo'lgan. Boyligi juda ham katta boy bo'lgan. Hattoki bir kuni xotini aytar ekanki, ko'chadan qarab turib, tashqarida qizlarni loy tepib o'ynab yurganligini ko'rib, men ham loy tepaman degan ekan. Seni esing bormi, podshohni ayoli ham loy tepadimi? Ular loy tepayotgan odamlar boshqa, sen boshqasan degan. Yo'q, men bir insoniylikni aslisiga qaytgim kelyapti, loy tepaman degan. Oxir bo'pti deb xizmatkorlariga buyurgan ekan, miskdan loy qilgan. Miskdan qasrda ichiga katta maydon qilib turib, loy qilib turib, xotiniga borib chiq tep shu loyni degan ekan. Butun miski, zafaron hamma narsani aralashtirib, shu loyga dumalab tepib o'ynagan ekan boyagi. Kunlardan bir kuni kelib turib, shunchalik qashshoq bo'lganki, haligi odam hatto Yusuf ibn Tashafin nimadan kelgandan keyin Andalusdan kelib, Mag'ribdan kelib Andalusga bu yoqdan fransuzlar tushganda katta bir urush bo'lgan. O'rtalarida o'shanda Mu'tamid ibn al-Abbad uni chaqirgan yordamga. Qisqasi o'rtalari buzilgan. O'sha nimalarni nasoralarni o'ldirgandan keyin bir kunda 50 ming kishini o'ldirgan ular. Bir kunda o'sha nasoralardan 300 kishini o'rtasida ularning kattasi zo'rg'a qutulib qolgan. Shu bilan keyin Andalusda hammasini birlashtirgandan keyin o'rta buzilib, bu Yusuf ibn Tashafinga qarshi ish qilyapti degan bir xabarlar yetgandan keyin uni qamatib qo'ygan. Mu'tamid ibn al-Abbadni. Bu kishi qamoqda turgan, juda hamma mulkidan ajralgan. Hatto qizlari ko'chada loyda oyog'i loy bo'lib turib, oyog'i yalang odamlarning eshigida xizmat qilib yurgan holatda otasini ziyorat qilgani, qamoqxonaga kelgan holatlarida u kishi shoir bo'lgan, she'r aytgan she'rlari adab kitoblarida juda mashhur. Ya'ni bir paytlar misk tepib yurgan qizlar
bugungi kunda ko'chalarda oyog'i loy bo'lgan holatda odamlarni eshigida xizmatkor bo'lib yuribdi. Eng alam qilarli joyi, o'zini bir qo'l ostidagi bir askarlardan bittasini uyiga borib turib ip yigirib pul ushlab keladi qizi. O'sha paytda juda qattiq achinib yig'lagan ekan. Ya'ni o'zi aslida achinib yig'layotgan narsa emas, lekin qanday holatdan qanday holatga tushib qoldim deb. Ya'ni bu narsani Alloh taolo ko'rsatadiki, vaqtlar aylanuvchi narsa. Alloh taolo o'zi mulkini xohlagan kishiga beradi. Xohlagan kishiga beradi, xohlagan kishidan mulkini olib qo'yadi. Masalan, Harunur Rashidning o'g'illari juda ko'p o'g'illari bo'lgan. Harunur Rashidni. Harunur Rashid o'g'illarining ichida 3 tasini mulkka ega bo'lishligi mumkin deb o'shalarga nimani ahd qilib turib yozib berib ketgan, ulamolarni hammasini shunga guvoh qilgan. Hatto qog'ozga yozib Ka'bani oldiga ilib qo'ygan ekanki, mendan keyin xalifa o'g'lim Mahdi bo'ladi, keyin Ma'mun bo'ladi va keyin yana 3-chisi bittasi bo'ladi deb 3 tasini yozdirgan. 8-chi o'g'li Mu'tasim. 8-chi o'g'lini eslamagan ham, chunki bu Mu'tasim xalifa bo'la olmaydi umuman degan. 3 ta o'g'lini yozdirib tartib bilan Mahdi, keyin Ma'mun bo'ladi, keyin yana bittasi bo'ladi deb turib, mana shu bilan Ka'bani oldiga ildirib qo'ygan. Harun Rashid ketgandan keyin o'g'li Mahdi bo'lgan, Mahdi bilan Ma'munning o'rtasida kelishmovchilik chiqqanda, Ma'mun Mahdidan xilofatni tortib olgan. Ungacha ukalarining hammasi o'lib ketib, bitta Mu'tasim tirik qolgan. 8-chi o'g'li. Keyin majburiy holatda Ma'mun dunyodan o'tishlikda xilofatni o'g'li Mu'tasimga berib ketgan. Mu'tasimga bergan, Mu'tasimning xilofati toki 7-asrda Hulako Bag'dodni kelib turib nima qilib musulmonlarni o'ldirib Bag'dodni egallab olaman deguncha Mu'tasimning bolalari boshqarib turgan. Shuncha hech kimning xayoliga kelmagan narsa bu. Ya'ni Mu'tasimni xalifani bolalari toki Bag'dodda o'sha Hulako kelib turib musulmonlarni yiqitguncha o'sha joyda xalifa bo'lib turgan. Ya'ni bu narsa dalolat qiladiki, Alloh taolo o'zini mulkini xohlagan joyga qo'yar ekan. Buni xuddi shu ma'noni Alloh taolo Qur'onda aytganki, Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha. Ey Allohim, mulk egasi, sen mulkingni xohlagan kishiga mulk berasan, xohlagan kishidan mulkni tortib olasan. Xohlagan kishingni aziz qilasan, xohlagan kishingni xor qilasan, o'zing har narsaga qodir zotsan. Ya'ni bu bizga iymon bo'lib singish kerak. Hozir bir misollar keltiryapmiz. Ko'p misol keltirishimiz kerak bunga. Hatto o'zlaringiz ham masalan bu narsalarni bir misolini bir-birimizga aytib eslatish kerakki, bitta ma'no singsinki bizga mulk Allohniki, xohlagan kishisini molik qiladi va bir kunda o'sha odamni xor qiladi. Bir kunda o'sha odamni xor qiladi. Nimada Muhammad Shakir, Misrda Muhammad Shakir, Ahmad Shakirning otasi. U kishi qado-u shar'iyada ishlab turgan paytda bir hikoyani, bir voqeani aytib bergan ekan. Buni Ahmad Shakir rivoyat qilib aytgan ekan. O'g'illari hammalaringiz eshitgansizlar, Ahmad Shakir, Mahmud Shakir degan bu kishilar hadis olimi Ahmad Shakir. Otasi Muhammad Shakir bu kishi katta olim kishi bo'lgan, mahkamada qado-u shar'iyada ishlagan otasi. Shu kishi aytganki, Misrda bir xatibul muluk degan bir xatib bo'lgan ekan. Ya'ni podshohlar xatibi degan. U kishi shu katta odamlarning oldiga borib juda katta gapirib xutba qilar ekan. Hatto Usmoniylarning xalifasi Misrga borgan paytda, Usmoniylar xalifasi Misrga borgan paytda ham o'sha odam xutba qilar ekan oldida. O'shani chaqirib kelar ekan. Juma o'qigan paytda albatta o'sha podshohlar xatibi deb nom olgan, o'zi ko'zi ochiq odam bo'lgan ekan. Bir kuni kelib u kishi xalifa Usmoniy xalifani oldiga kelgan paytda uni juda hurmat qilgan ekan. Xalifa hurmatlab, e'zozlab, hurmatini joyiga qo'ygan paytda haligi odam aytgan ekanki, la abasa va la tawalla an ja'ahu al-a'ma degan ekan. Ya'ni yuzini tirishtirmadi ham, yuz o'girmadi ham unga ko'r odam kelgan paytda deb. Ya'ni Abdulloh ibn Maktum radhiyallohu anhu Rasulullohning oldiga kelgan paytida Makkada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quraysh kattalariga da'vat qilib turgan paytlarida Abdulloh ibn Maktum kelib, "Ey Rasululloh, menga Alloh sizga o'rgatgan narsalardan menga o'rgating" deb qolganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanda Quraysh kattalari bilan gaplashib, ular bilan suhbat qilib, haligi ular endi moyil bo'layotganga o'xshab turgan paytda bu yoqdan kelib turib, "Ey Rasululloh, menga o'rgating" deb o'rgan. Shunda Rasulullohga yoqmagan u kishining bu gaplari.
Rasulullohni yuzlarini tirishtirgan, peshonalarini tirishtirganlarda va yuz o'girib, bu yoqdan kelsa yuz o'girib turib haligi Quraysh kattalariga gapiraverganlar. O'shalar agar iymonga kelib qolsa, buni orqasida katta bir natija bor deb o'ylaganlar. Shunda Alloh taolo itoblab oyat tushirdiki, abasa va tavalla an ja'ahul a'ma. Abasa, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlarini tirishtirdilar va yuz o'girdilar ko'r odam kelgan paytda. Bu qanday qilmasligingiz kerak edi, ey Rasululloh? Siz iymon keltirmagan odamlar bilan ishingiz bo'lmasin. Va amma man ja'aka yas'a va huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Kalla innaha tazkira. Bu bir eslatma, siz eslatavering. Unga ham eslatasiz, bunga ham eslatasiz. Alloh taolo xohlagan odam o'zi iymon kelaveradi. Qisqasi bu voqeani hammamiz eshitganmiz. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ummu Maktumdan yuz o'girganliklari uchun itoblandilar. Bu ko'r kishi, haligi xatib odam, Usmoniy xalifa uni hurmatlaganiga uni maqtab turib, la abasa va la tawalla an ja'ahul a'ma deyapti. Ya'ni bu xushomat, ya'ni podshohga bo'lgan, tushuntira oldimmi? Podshohga bo'lgan xushomat shunday bo'ldiki, ya'ni go'yoki Rasululloh bilan ikkovsi teng turgan paytda kim afzal ish qilyapti? Usmoniy xalifa afzal ish qilyapti. O'shanda Muhammad Shakirni ichidan juda qattiq bir narsa o'tgan ekan shunda. Subhanalloh, juda xafa bo'lgan ekan. Shu bu Rasulullohdan ko'ra o'ringa maqtamoqchi bo'lsa, bunaqa maqtamaslik kerak-da. Siz Alloh rozi bo'lsin, jazakalloh xayron, boshqa maqtash yo'llari ko'p-ku. Endi shartmi Rasulullohni yoniga qo'yib maqtash? La abasa va la tawalla an ja'ahul a'ma. Yuzini ham tirishtirmadi, yuz o'girmadi ham unga ko'r odam deb o'zini aytayapti. O'shanda degan, vallohi deydi Muhammad Shakir, men o'sha odamni kunlardan bir kuni masjidning eshigini tagiga kelib turib, tilamchilik qilib turganligini ko'rdim degan. Ya'ni bu podshohni oldida nima uchun bu gapni gapirgan? O'zini ko'rsatish uchun, martaba olish uchun qilgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo shunday o'ringa tushirib qo'yganki, kunlardan bir kuni men masjidda oldida tilamchilik qilib yurganliklarini ko'rdim shu odamni degan. Ya'ni bu nima uchun keltiryapmizki, biz bilaylikki, izzat Allohniki. Alloh taolo o'zi xohlagan kishisini aziz qiladi. Tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha. Biyadikal xayr. Ya'ni xohlagan kishini Alloh taolo aziz qiladi. Masalan, mulk beradi va aziz qiladi. Ba'zi bir odamlarga bor, Alloh taolo mulk bersa ham aziz qilmasligi mumkin. Mulk berilib aziz bo'lmasligi mumkin. Buni hozirgi ba'zi podshohlarni misolida ko'rishingiz mumkin. Odamlar qalbida umuman u odamga nisbatan izzati yo'q bo'lgan odamlar bor. Hammani nazaridan qolgan. Lekin o'zicha mulk sohibiman, ko'p ishlarni qilaman deb o'ylashligi mumkin. Qur'on xuddi shu narsada bizni tarbiyalaydi. Ya'ni yana Alloh subhanahu va taoloning hikmati shuni xohladiki, odamlarni birini ikkinchisiga bo'ysundirib qo'ydi. Bu degani uni molik deganligi emas bu. Bu hayotda hayot bir-biriga muvozanat bilan davom etishligi uchun. Meni sizga ehtiyojim tushadi, sizni menga ehtiyojingiz tushadi, buni boshqaga ehtiyoj chiqadi. Eng katta podshohlar bo'lsa ham eng katta muhtoj odam o'sha. Masalan, podshoh bo'lgandan keyin oldin unga kerak bo'lmagan narsalar endi kerak bo'ladi. Masalan, qo'riqchi kerak unga. Qo'riqchisiz bir joyga bora olmaydi. Mashinasiga haydaydigan shopirlar kerak. Uni mashinalariga qo'riqchi kerak. Va hokazo. Uyida qancha odam, ehtiyoj juda ham kattarib ketadi. Ehtiyoj juda kattarib ketadi. O'sha uchun insonning ehtiyoji umuman tugamaydi. Alloh taolo aytdiki, ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. O'zi o'shandan Allohning boyligi kelib chiqadi. Lekin Alloh taolo yana ta'kidlab aytayaptiki, vallohu huval g'aniyyul hamid. Alloh taolo u boy, hamid bo'lgan boy zot shu. Allohdan boshqa boy yo'q. Agar kimda-kim men boyman desa, o'sha odam yolg'onchi bo'ladi. Boyman desa yolg'on gapirgan bo'ladi. Chunki inson hech qachon boyimaydi. O'zi yana Alloh taolo hozir mana shu oyatda aytayaptiki, ya ayyuhan nasu antumul fuqaro degani, antumul fuqaro. Sizlar muhtojsizlar. O'zi xabari antum mubtada arab tilida, al fuqaro xabari. Xabarni nakra kelish kerak. Xabar ma'rifa keldimi, bilingki taxsis deyiladi bu. Ya'ni faqir faqat sizlar degani. Sizlardan boshqa faqir yo'q deganday xuddi. Faqir faqat sizlar. Sizlardan boshqa faqir yo'q. Chunki agar e'tibor berib qarasak, insonda faqirchalik maxluq yo'q ekan. Hatto malaikalar faqir, to'g'ri, malaikalar muhtoj Alloh taologa.
lekin maloikalarning ehtiyoji insonchalik emas. Maloikalar yeb ichishlikka muhtoj emas, kiyimga muhtoj emas. Odamlarchi eng asosiy katta ehtiyoji shu: yeyish, ichish, kiyish va uy joy. Mana bu narsalar maloikalarga kerak emas. Hayvonlarda ayting, hayvonlarga kiyim kerak emas. Odamlar u narsalarga muhtoj. Va yana insonlarning yana hayvonlardan ortiqcha muhtojligi qalbi ehtiyoji bor. Biz hayotimiz uchun, badanimiz uchun qancha ehtiyojimiz bo'lsa, qalbimiz uchun ham shunday katta ehtiyojimiz bor. Bu narsaga hayvonlarda hech qanday ehtiyoj yo'q. Odamlar Alloh taoloni tanishlikka qancha ehtiyoji bor, ma'rifatga. Ilm olishlikka qancha ehtiyoj bor. Inson o'zi asli johil. Innahu kana zaluman jahula. Inson ham zolim, ham johil. Mana shu ikkita sifat. Buni ketkazishlik uchun inson ilmga muhtoj bo'ladi. Va yana inson boshqa odamlarga muhtoji bor. Masalan, bir podshoh odam hech kimga muhtoj, masalan, ehtiyoji yo'q bo'lgan bilan farzandlarga ehtiyoji bormi, yo'qmi? O'zini ayoliga ehtiyoji bormi, yo'qmi? Ayoliga ehtiyoj bor, lekin Alloh subhanahu va taolo hech narsaga muhtoj emas. In yasha yuzhibukum ayyuhan nas va ya'ti bi akharin. Ya'ni va ma zalika alallohi bi aziz. Agar ey insonlar, Alloh xohlasa sizlarni hammalaringni yo'q qiladi-da, o'rnalaringga boshqa odamni olib keladi. Alloh taologa bu narsa qiyin emas. Alloh taoloni bir joyi kamayib qolmaydi. Agar bizni hammamizni olib ketsa, masalan, hozir biz kimnidir yo'qotib qolsak qiyin. Masalan, bir kishi farzandidan ajralib qolsa, ayolidan ajralib qolsa, ota-onasidan ajralib qolsa, yaxshi ko'rgan kishilardan ajralib qolishligi insonga qiyin. Har qancha boy bo'lsa ham, har qancha odamda ehtiyoji yo'q bo'lsa ham, agar o'shanga nisbatan, lekin mehr-oqibat degan narsa bor, qarindoshchilik degan narsa bor. Insonlar bir-biriga xizmatchi. İnsonlar bir-biriga xizmatchiligidan Alloh subhanahu va taolo Musa kalimullohni olib borib turib Shuaybga qo'y boqtirdi. Bu Shuayb rojih nimada qavullarda Shuayb payg'ambar bo'lmagan deyshadi. Ya'ni ilgari odamlar payg'ambarlarning ismi bilan ismlangan, lekin Shuayb alayhisalomning ummatlaridan bo'lgan bir Shuayb degan kishi bo'lgan. Hozir ham masalan ko'p Muhammad deb o'zini o'zi ismlaydi odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismi Muhammad bo'lganligi uchun o'shanday Shuayb deb o'zini o'zi ismlagan. Shuayb degan kishiga borib turib Musa alayhisalom 10 yil qo'y boqdilar. Ya'ni bu nima uchun Musa alayhisalom Shuaybdan past bo'ldi degani emas-ku, bu qo'yni boqdi degani. Bu Alloh taoloning bir hikmatiki, odamlarni bir-biriga bog'lab qo'ygan. Kimdir birovni qo'yini boqsa, birov bor boshqani bir sochini olib qo'ysa yoki boshqa bir ishini qiladi, doktor borib uni davolaydi, doktorning o'zini bozordan oladigan dehqonchilik narsalarga ehtiyoji bor, dehqon u narsani yetkazib berish kerak va hokazo. Bir-biriga shunchalik bog'lab qo'yganki, Alloh taolo o'zimiz bilmagan holatda odamlar bir-biriga xizmatchi. Odam har qancha boyisa, shuncha xizmatchiligi ko'payib ketaveradi. Buni ko'p misolini aytgan. Masalan, oddiy masalan supermarket ochgan kishilar qancha boyigan bilan, lekin aslini olganda nima qilyapti? Odamlarga xizmat qilyapti. Borgan sari xizmatni yana ham takomillashtirishlikka harakat qilaveradi. Uylariga olib borib berib, uylariga qog'ozlar olib borib berib, hadyalar berib, hattoki uyingizdan kelib turib avtobus bilan olib ketib, magaziniga olib borib, savdosini qildirib, yana uyingizga olib kelib qo'yyapti. Bu xizmatni qarang endi. Bor, kerak bo'lsa o'zing olib kelaver desa bo'ladi-ku. Nima uchun bunchalik xizmat qiladi? O'zining foydasi uchun shunchalik darajada, hatto oshxona ochgan odamlar ovqat so'rasangiz xursand bo'lib ketadi. To'g'rimi? Masalan, klient keldi deydi-da. Qancha odam ko'p kelsa, shuncha xizmat qilib turib, ularga xizmat qilgan sari xursand bo'laveradi. Bu nima uchun? Alloh subhanahu va taolo odamlarni bir-biriga mana shunday bog'lab qo'yganligi uchun. Biz bilishimiz kerakki, insonlar muhtoj hammasi. Bizning ehtiyojimiz hammasi Alloh taologa. Innallazina tad'una min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Wama lahum fihima min shirk, wama lahum minhum min zahir, wama lahu minhum min zahir. Ya'ni Allohdan o'zga ibodat qilayotgan bu butlaring osmonlarda, yerda zarracha ham narsaga molik bo'la olmaydi. Zarracha ham narsaga molik bo'la olmaydi. Va yana wama lahum fihima min shirk. Ular osmonlar va yerda Alloh taologa sherikchiligi yo'q. Molik bo'lishligi, mustaqil molik bo'lishlik yo'q mayli. Lekin sherik bo'lib ketsa, sherikchilik ham yo'q.
hech bo'lmasa bir hissasi ham yo'qmi yordam berib turadigan desa, uni ham yo'q deyapti. Va ma lahum minhum min zohir. Ular uchun hech qanaqangi bir ko'makdoshchilik degan narsa yo'q. Va yana ma'naviy bo'lgan yordam ham yo'q. Va la tanfa'u shafa'atu indahu illa bi iznihi. Allohning huzurida shafoat ham foyda bermaydi. Farishta bo'lsin, u payg'ambar bo'lsin, har qancha ulug' bo'lsin, Alloh izn bermasa shafoat ham yo'q. Bu shafoat ma'naviy narsa. Hatto hissiy narsalarga ega bo'lolmaganiga bu yoqda tursin, ma'naviy bir narsaga hech bo'lmasa, ey Robbim, men uchun mana shu odamni bo'ldi do'zaxdan olib qolamiz deb hech kim ayta olmaydi. Alloh taolo aytadiki, ey falonchi, seni amaling uchun mana shu odamga shafoatchi qildim seni. Shu odamga shafoatchi bo'ldi do'zaxdan olib chiqqin desa, bu odam bunga shafoatchi bo'la oladi. Bu narsalarni Qur'onda takror va takror keldi. Nega? Biz bilishligimiz uchunki, insonlar 0 hech narsaga ega bo'la olmaydi. Na hidoyatga, na birovni adashtirishlikka, na bir ularga foyda berishlikka, na zarar berishlikka. Dunyo jamlansa ham sizga Alloh xohlagan foydani beradi. Dunyo jamlansa ham sizga Alloh xohlagan zararni beradi. Agar insonlar, jinlar, osmon, yer hamma jamlansa ham. Demak, bu narsani biz bitta narsani bilaylikki, boshqaruvchi tadbir Allohning qo'lida. Malik Allohning o'zi. Buyruq tepadan keladi. Mana rizqda aytgan edik. Alloh taolo rizqni qayerga yaratdi? Rizqni yerga yaratdi. Yer bu rizqlarning koni. Lekin uni buyrug'i tepadan keladi. Va fis samai rizqukum va ma tu'adun. Sizlarning rizqlaring osmondan. Rizqimiz Allohdan tepadan keladi. Alloh taolo falonchiga falon narsa borsin desa boradi. O'sha narsani aytmasa hech nima bo'lmaydi. Xotirjam bo'lavering, sizga rizq qilingan narsa, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda meni eng ajablantirilgan hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar sizlarning bittalaring o'zini rizqidan qochsa, uni rizqi uni orqasidan quvib boradi, xuddiki ajal quvib borgandek. Mana bu Alloh taoloni bu boshqaruvchi ekanligini bilishligimiz uchun. Buni o'ylaylik, biz tadabbur qilaylik. Ozroq to'xtab o'ylang. Bu biz shu haqda ko'p tafakkur qilmaymiz deb o'ylayman. O'ylaylik, o'zimizga hamma narsa ravshan bo'ladi. Boshqaruvchi Allohning o'zi. Allohdan boshqa podshoh yo'q, Allohdan boshqa boshqaruvchi yo'q. Alloh taolo bizga hammamizga foydali ilm bersin. Inshaalloh kelgusi darsimizda biz Alloh subhanahu va taolo malik podshoh bo'ladigan bo'lsa, odamlar ham podshoh bo'ldi-ku. Buni qanday bir-biriga bog'liqligi bor degan mavzuda inshaalloh suhbat qilamiz. Alloh taolo foydali ilm bersin hammamizga. O'rgangan ilmlarimizdan Alloh taolo foydalantirsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va natubu ilayk.